tok do'stimiz ham, dushmanimiz ham bo'lishi mumkin. Bu Umid akani uylari. Bu esa Umid akani o'zi. Kunduz kuni ham chiroq yoqishni eplaydigan aka. U elektr energiyasini tejash haqida hayoliga ham keltirmaydigan qo'shni. Chunki u elektr energiyasini hisoblovchi hisoblagichlar o'rnatmagan. Bu esa Doston aka, Umid akani qo'shnisi. U esa Umid akaga o'xshagan emas. U yangi qurgan uyini barcha lampalarini zamonaviy elektr energiyasini tejovchi lampalar bilan doimiy ravishda almashtirib keladi. Va elektr energiyasini tejash uchun qo'shnilarga ham yaxshi o'rnak bo'la oladigan qo'shni. Albatta mahalladosh qo'shnilar bir-biridan xalaqon so'rashadi. Elektromonteur Shahzod akani uyiga bugun qo'shnisi Davronboy chiqdi. Adajon, sizni qo'shni amaki chaqiryapti. Keldimi? Kim ketdi? Davron amakingmi? Assalomu alaykum. Qo'shni, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Shukr. Mana qarang. Uyga kiring. Ya mayli, Ey, rahmat. keyingiz osh qilib, billalashib, maza qilib yeb oling. Mayli, rahmat. Menga qarang, Davronboy, qaynoningiz yaxshi ko'rar ekan. Ichkariga kiramiz, yuring. Boshqa payt. Nima gap do'stim? Cho'chigimizni bir kunda to'xtatib berib tura olmaysizmi? Sizlarga qilmoqchi edim, men stolbadan to'kmoqchi edim. To'xtatib deysizmi? Uchochigingiz-ya? Ko'p aylantirib yuboradi-da uydagi uchochi. Svarka qilmoqchisiz. Agar iloji bo'lsa. Bu do'stim, bu qonunga xilof bo'lmasmikin? Aholi tomonidan elektr energiyasidan oqilona foydalanish albatta bu davr talabi hisoblanadi. Shunday ekan, elektr energiyasini tejash barchamizning burchimiz va vazifamiz emasmi? Nimadir bo'ldi-yu Umid aka hududiy elektr tarmoqlari filialiga tashrif buyurdi. Sababi elektr energiyasidan o'g'rilikcha foydalanganligi uchun kattagina jarimaga ham tushdi. Ha qo'shni, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tuzumsiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Tuzumsiz, yaxshi yursizmi? Qayerdan qaytdingiz endi xudo xolasa? Hududiy elektr tarmoqlaridan kelyapman. Ha, tinchlikmi? Bir yildan beri cho'chi qo'ymasdan noqonuniy ishlatib qo'ygan ekanman. Juda katta shtraf keldi. Hali cho'chi qo'ymaganmidingiz? Ha, o'shani qonunlashtirib kelyapman-da, Xudoga Ha, shukr. uni ertaroq qo'yadi-da, ko'chib chiqqaningizga qancha bo'ldi qo'shni? O'shani bugun qonunlashtirib kelyapman. Ana bu boshqa gap. Ana shunga ko'nglim xotirjam. Ha, yaxshi. Cho'chi qo'yib beradigan bo'ldimi, axir hal bo'ldimi? Hal bo'ldi. Ha, juda yaxshi. Uygami? Uyga Ketdik, yuring. ketdik. Uyga ketyapsizmi? Ha, uyga yuring. So'ng